Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi to'lovlar, ya'ni 10 million so'm, 6 million so'm va 300 ming so'mlik mablag'lar kimlarga tegishli, kim olishi mumkin, kim kutmasligi kerak. Keyingi to'lovlar qachon bo'lishi mumkin va odamlar eng ko'p qayerda xato qilmoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga, ayniqsa yordam puli, kompensatsiya, ijtimoiy to'lov, moddiy ko'mak yoki bir martalik to'lov kutayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sababli odam puldan quruq qolishi, arizasini kech topshirishi yoki umuman o'ziga tegishli to'lov borligini bilmay yurishi mumkin. Men sizga bu masalani oddiy tilda hujjat, ariza, ro'yxat, bank kartasi, mahalla, inson ijtimoiy xizmatlar markazi va elektron tizimlar nuqtai nazaridan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, ko'pchilik oilalar real foyda ko'radi. Avval ko'p to'lovlar odamlarning o'zi yugurib yurishi orqali hal bo'lardi. Kimdir mahallaga borardi, kimdir hokimiyatga, kimdir bandlik bo'limiga, kimdir pensiya jamg'armasiga, kimdir bankka qatnardi. Odamlar ko'pincha qaysi yordam qayerdan berilishini bilmasdi. Masalan, bola puli boshqa tartibda, kam ta'minlangan oilaga moddiy yordam boshqa tartibda, nogironligi bo'lgan shaxsga beriladigan to'lov boshqa tartibda. Ishsiz fuqaroga ajratiladigan yordam boshqa tartibda, uy-joy, davolanish yoki ta'lim bilan bog'liq ko'maklar esa yana alohida tartibda ko'rib chiqilar edi. Hozir esa jarayon ancha raqamlashtirildi. Ya'ni ko'p hollarda odamning daromadi, oilaviy tarkibi, farzandlari, rasmiy ish joyi, pensiya yoki nafaqa olishi, mol-mulki, avtomobili, kadastr ma'lumotlari elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi mening tanishim bor, ro'yxatga kiritib qo'yadi degan eski qarash tobora kamaymoqda. Tizim oilaning real holatini ko'rishga harakat qiladi. Lekin bu yerda muhim noziklik bor. Tizimdagi ma'lumotlar xato bo'lsa, siz haqiqatda muhtoj bo'lsangiz ham rad javobi olishingiz mumkin. Masalan, oilada 5 kishi yashaydi. Otasi rasmiy ishsiz, onasi uy bekasi, 3 nafar farzand bor. Lekin bazada otaning nomida eski avtomobil turibdi yoki ilgari ochilgan yakka tartibdagi tadbirkorlik yopilmagan bo'lsa, tizim bu oilani daromadga ega deb ko'rishi mumkin. Natijada oila nima uchun bizga yordam chiqmayapti deb hayron bo'ladi. Yoki aksincha, kimdir haqiqatan ham yordamga muhtoj emas, lekin ayrim hujjatlari noto'g'ri ko'rsatilgani sababli vaqtincha ro'yxatga tushib qolishi ham mumkin. Shuning uchun bugungi mavzuda eng muhim narsa to'lov miqdoridan oldin sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri yoki noto'g'riligini tushunish. 20 million so'm, 6 million so'm va 300 ming so'm nimani anglatishi mumkin? Endi asosiy savolga o'tamiz. Odamlar 20 million chiqibdi ekan, 5 million berilyapti ekan, 300 ming tushibdi. Keyingisi qachon bo'ladi deb so'rashmoqda. Men bu yerda juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Har qanday to'lovning aniq nomi, huquqiy asosi, kimlarga berilishi va to'lov sanasi alohida qaror, dastur yoki idora orqali belgilanadi. Shuning uchun hamma fuqaroga bir xil pul tushadi deb o'ylash noto'g'ri. 1 million so'm ko'pincha bir martalik moddiy yordam. Ayrim toifadagi fuqarolarga ajratiladigan kompensatsiya yoki ehtiyojmand oilalarga beriladigan qo'shimcha yordam sifatida talqin qilinishi mumkin. Lekin bu pulni olish uchun ko'pincha oilaning holati, daromad darajasi, farzandlar soni, nogironligi bo'lgan a'zo bor yo'qligi, boquvchisini yo'qotganlik holati, ijarada yashash, davolanish xarajatlari kabi omillar inobatga olinadi. 6 million so'm esa nisbatan yirik to'lov. Bunday miqdor odatda oddiy oylik yordam sifatida emas, balki bir martalik yirik ko'mak, kompensatsiya, subsidiya, kasb hunariga o'qitish, asbob uskuna olish, davolanish, uy-joy sharoitini yaxshilash yoki alohida ijtimoiy dastur doirasida berilishi mumkin. Bunday pullar odatda avtomatik tarzda hamma kartasiga tushmaydi. Ko'pincha ariza, komissiya ko'rib chiqishi, dalolatnoma, mahalla tavsiyasi, oilaning real holatini o'rganish, ba'zan esa shartnoma yoki maqsadli foydalanish talabi bo'ladi. 300 ming so'm esa kichikroq to'lov bo'lsa-da, ko'pchilik uchun muhim. Bu miqdor ayrim oylik qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, bolalar uchun qo'shimcha yordam, kommunal yoki transport bilan bog'liq yengillik yoki ma'lum toifadagi fuqarolarga muntazam beriladigan kichik qo'llab-quvvatlash shaklida bo'lishi mumkin. Miqdor bir xil bo'lgani bilan manbasi har xil bo'lishi mumkin. Bir odam 300 mingni bola puli tarkibida olishi mumkin. Boshqa odam kompensatsiya sifatida olishi mumkin.
Uchinchi odam esa umuman bunday to'lovga haqli bo'lmasligi mumkin. Birinchi navbatda agar siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda tursangiz, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olsangiz, nogironligi bo'lgan farzandingiz yoki oila a'zongiz bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan bo'lsangiz, yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lsangiz, ijarada yashasangiz, daromadingiz rasmiy minimal darajadan past bo'lsa, bu mavzuga jiddiy qarashingiz kerak. Chunki sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovlar bor. Lekin ularni olish uchun ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh yaqinda ariza topshirganlar. Masalan, mahallaga bordingiz, inson markaziga murojaat qildingiz, MyBogDaFuz orqali ariza berdingiz, lekin hali javob kelmadi. Bunday holatda siz eng ko'p kuzatib borishingiz kerak bo'lgan narsa arizaning holati. Ko'rib chiqilmoqda, rad etildi, tasdiqlandi, qo'shimcha hujjat so'raldi degan statuslar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik odam aynan shu joyda xato qiladi. Ariza topshiradi-da, keyin 2 oy kutadi. Aslida esa tizim sizdan qo'shimcha hujjat so'ragan bo'lishi mumkin, lekin siz xabarni ko'rmagansiz. Uchinchi guruh bank kartasi bilan muammo bo'lganlar. To'lov tasdiqlangan bo'lishi mumkin, lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan, ism familiya bankda boshqacha yozilgan, plastik karta boshqa odam nomida yoki hisob raqam noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Shunda odam menga pul chiqmadi deydi. Lekin aslida pul qaytib ketgan yoki o'tkazma amalga oshmagan bo'ladi. Kim tinch turishi mumkin? Agar sizning oilangiz daromadi yetarli bo'lsa, rasmiy ish haqi yaxshi bo'lsa, bir nechta mulk. Avtomobil tadbirkorlik faoliyati katta aylanmalar bo'lsa, ijtimoiy yordam uchun asos bo'lmasa, unda har bir eshitilgan to'lovni kutish kerak emas. Chunki bu to'lovlarning aksariyati hamma fuqaroga emas. Ehtiyojmand yoki alohida toifadagi odamlarga mo'ljallangan. Birinchi misol, oilada ota, ona va 3 nafar farzand bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona farzandlar tarbiyasi bilan uyda. Rasmiy daromad yo'q. Oilada nogironligi bo'lgan bola ham bor. Bunday oilada bir nechta yo'nalishda murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oila sifatida moddiy yordam, nogironligi bo'lgan bolaga tegishli nafaqa yoki qo'shimcha xizmatlar. Davolanish xarajatlari bo'yicha ko'mak. Agar shu oila faqat yig'ilib 1 million berilarkan deb kutib o'tirsa, xato qiladi. To'g'ri yo'l oilaviy holatini hujjat bilan tasdiqlash, ariza berish. Mavjud to'lovlarning har birini alohida tekshirtirish. Ikkinchi misol, ayol 2 farzandi bilan ijarada yashaydi. Turmush o'rtog'i aliment to'lamaydi yoki norasmiy to'laydi. Ayolning rasmiy ish haqi 1,8 million so'm. U menga hech narsa chiqmaydi, chunki ishlayman deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Ishlashi yordamdan avtomatik mahrum qiladi degani emas. Muhimi oila jon boshiga to'g'ri keladigan daromad, bolalar soni, ijara xarajati, aliment holati, oiladagi boshqa yordam manbalari. Agar u hujjatlarni to'g'ri yig'sa, ayrim ijtimoiy yordam turlariga haqli bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, pensioni ota-ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi bor, lekin biri og'ir kasal. Dori-darmon xarajatlari oyga 1 million so'mdan oshadi. Ular pensiya olamiz, demak yordam berishmaydi deb murojaat qilmaydi. Aslida davolanish, reabilitatsiya, parvarish, sanatoriy, dori-darmon yoki bir martalik moddiy yordam bo'yicha mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali o'rganish o'tkazilishi mumkin. Albatta, bu avtomatik pul degani emas, lekin murojaat qilishga asos bor. 4-misol. Yigit ish qidiryapti. Bandlik bo'limida ro'yxatda turmaydi. Ishsizman deb aytadi. Lekin tizim uchun u ishsiz sifatida ko'rinmasligi mumkin. Chunki rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Agar u kasbga o'qish, subsidiya, asbob-uskuna ishga joylashish, vaqtinchalik jamoat ishlari yoki boshqa yordamni xohlasa, avval bandlik organlariga murojaat qilish kerak. Aks holda men ham 6-10 million olamanmi degan savol havoda qoladi. Eng katta xato qo'shnim oldi. Demak, men ham olaman deb o'ylash. Ijtimoiy to'lovlarda qo'shni bilan sizning holatingiz bir xil ko'rinishi mumkin, lekin tizimda farq juda katta bo'ladi. Qo'shningizning 4 nafar farzandi bor, sizda 2 nafar. Qo'shningizning rasmiy daromadi yo'q, sizda rasmiy oylik bor. Qo'shningizning nomida mulk yo'q, sizda eski bo'lsa ham avtomobil turibdi. Shu kichik farqlar qarorga ta'sir qiladi. Ikkinchi xato, kartaga pul tushmasa, darhol menga bermadi deyish. Avval tekshirish kerak. Siz ro'yxatdamisiz? Arizangiz tasdiqlanganmi? To'lov sanasi yetganmi? Bank hisobingiz to'g'rimi? Karta faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Qarzdorlik sabab hisob bloklanmaganmi? Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin odam bank ilovasini ishlatmaydi. SMS kelmagan bo'ladi. Ba'zan esa pul boshqa hisobga yo'naltirilgan bo'ladi. Uchinchi noziklik, hujjatlardagi ism familiya. Pasportda bir xil,
Nikoh guvohnomasida boshqacha. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomasida harf xatosi, kadastrda eski familiya, bankda lotin kiril farqi. Oddiy ko'ringan bitta harf ham tizimda mos kelmaslik keltirib chiqaradi. Shuning uchun hujjatlarni tekshirtirish juda muhim. 4-chi noziklik norasmiy daromad. Ko'pchilik rasmiy ishlamasam daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin tizim ayrim hollarda pul aylanmalari, tadbirkorlik, mulk, avtomobil, fermerlik, ijara, boshqa ma'lumotlarni ham ko'rishi mumkin. Agar odam aslida yaxshi daromad qilsa, lekin rasmiy ko'rsatmasa, bu ijtimoiy yordam olishda muammo tug'dirishi mumkin. Ijtimoiy yordamning maqsadi haqiqatan ehtiyojmand oilani qo'llashdir. 5-chi noziklik. Ariza rad etilsa, bu oxirgi qaror degani emas. Agar rad sababi noto'g'ri bo'lsa, masalan, sizning nomingizda ko'rsatilgan avtomobil allaqachon sotilgan, lekin bazan chiqmagan bo'lsa, yoki oilaviy tarkib noto'g'ri bo'lsa, siz ma'lumotni to'g'rilab qayta murojaat qilishingiz mumkin. Rad javobini ko'rib, jim o'tirmaslik kerak. Rad etish sababi yozma yoki elektron ko'rinishda aniqlanishi kerak. Endi eng ko'p beriladigan savol, keyingilari qachon? Men bu savolga mas'uliyat bilan javob beraman. Har bir to'lov turi bo'yicha muddat har xil. Oylik nafaqalar odatda belgilangan grafik asosida har oyda to'lanadi. Bir martalik yordamlar esa komissiya qarori, mablag' ajratilishi va ro'yxat shakllanishiga qarab to'lanadi. Subsidiya yoki kompensatsiyalar esa shartlar bajarilgandan keyin ayrim hollarda bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Agar sizga 300 ming so'm kabi muntazam to'lov tasdiqlangan bo'lsa, keyingi oy ham tushishi mumkin. Lekin buning uchun sizning huquqingiz saqlanib qolishi kerak. Masalan, bola yoshi chegaradan o'tib ketmasa, oilaning daromad holati keskin o'zgarmasa, hujjatlar muddati tugamasa, agar IXB million so'm bir martalik yordam bo'lsa, bu har oy takrorlanadi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Bir marta moddiy yordam oldim, demak har oy tushadi deb kutadi. Aslida bir martalik yordam nomidan ham ma'lum, bir marta beriladi. Keyingisi uchun alohida asos. Alohida murojaat yoki yangi qaror kerak bo'lishi mumkin. Agar 6,1 million so'm maqsadli ko'mak bo'lsa, masalan, asbob uskuna olish, o'qish, davolanish yoki subsidiya bilan bog'liq bo'lsa, u odatda shunchaki kartaga xohlaganingizcha ishlating deb tushmasligi mumkin. Ba'zan pul to'g'ridan to'g'ri xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga, o'quv markaziga, do'konga yoki shartnoma asosidagi hisob raqamga o'tkaziladi. Shuning uchun falonchiga 6 million tushibdi degan gapni eshitsangiz, avval u pul qaysi dastur bo'yicha berilganini aniqlang. Birinchi qadam hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, aliment hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya yoki nafaqa hujjatlari, ijara shartnomasi, daromad ma'lumotnomasi, bank karta ma'lumotlari tayyor bo'lsin. Hujjatlar qanchalik tartibli bo'lsa, murojaatingiz shunchalik tez ko'rib chiqiladi. Ikkinchi qadam, qaysi to'lovga murojaat qilayotganingizni aniq biling. Pul kerak deb umumiy aytish kamlik qiladi. Siz bolalar nafaqasini so'rayapsizmi? Kam ta'minlangan oilaga moddiy yordammi? Davolanish uchun ko'makmi? Ishsizlik bo'yicha yordammi? Subsidiya yoki kompensatsiyami? Har birining tartibi boshqacha. 3-qadam. Mahalla va inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Borayotganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza berganingizni tasdiqlovchi raqam, sana yoki qabul qilinganlik belgisi bo'lsin. Agar elektron ariza topshirsangiz, screenshot yoki ariza raqamini saqlab qo'ying. 4-qadam, ariza holatini kuzating. Telefoningizdagi SMS'larni o'chirmang. Elektron kabinetni tekshirib turing. Agar qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lsa, kechiktirmang. Ko'p arizalar aynan muddatida hujjat topshirilmagani uchun yopilib ketadi. 5-qadam, rad javobi olsangiz sababini aniqlang. Rad etildi degan gap yetarli emas. Nima sababdan? Daromad yuqori chiqdimi? Oilaviy tarkib noto'g'rimi? Mulk bor deb ko'rsatildimi? Hujjat yetishmadimi? Siz sababni bilsangiz, muammoni tuzata olasiz. Sababni bilmasangiz, qayta-qayta bir xil xato bilan murojaat qilasiz. 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta o'z nomingizda bo'lsin, muddati tugamagan bo'lsin, bloklanmagan bo'lsin. Agar siz nafaqa yoki yordamni boshqa odam kartasiga tushirishni so'rasangiz, ayrim to'lovlarda bu qabul qilinmasligi mumkin. Eng xavfsiz yo'l. O'z nomingizdagi faol karta va to'g'ri hisob raqam. 7-qadam, yolg'on ma'lumot bermang. Bu juda muhim. Agar siz oilaviy holat, daromad, mulk, ish joyi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot bersangiz, keyin to'lov qaytarilishi talab qilinishi, arizangiz rad etilishi yoki boshqa muammolar paydo bo'lishi mumkin.
ijtimoiy yordamda eng to'g'ri yo'l real holatni hujjat bilan ko'rsatish. Agar oldin yordam olgan bo'lsam, yana olamanmi? Bu to'lov turiga bog'liq. Agar oylik nafaqa bo'lsa, huquqingiz saqlansa davom etadi. Agar bir martalik yordam bo'lsa, yana olish uchun yangi asos kerak bo'ladi. Pul hammaga beriladimi? Yo'q. Aksariyat ijtimoiy to'lovlar hammaga emas, ma'lum toifalarga beriladi. Toifa, daromad, oilaviy holat, hujjatlar va ehtiyoj darajasi muhim. Qo'shnim oldi, men olmadim, nima qilay? Avval o'zingizning ariza holatingizni tekshiring. Qo'shnining holati sizniki bilan bir xil emas. Sizga rad sababi nima ekanini aniqlang. Ariza bermasam ham pul tushadimi? Ba'zi to'lovlar avtomatik bo'lishi mumkin, lekin ko'p holatda ariza kerak bo'ladi. Ayniqsa bir martalik moddiy yordam, subsidiya, davolanish ko'magi, asbob uskuna yoki maxsus dasturlarda murojaat zarur. Keyingi to'lov qaysi kuni tushadi? Buni faqat to'lovni amalga oshiruvchi idora, bank yoki rasmiy tizimdagi grafik orqali bilish mumkin. Men sizga umumiy qoida sifatida aytaman. Tasdiqlangan to'lov bo'lsa, belgilangan grafik bo'yicha tushadi. Tasdiqlanmagan bo'lsa, kutishdan oldin arizani tekshirish kerak. Demak, 20 million so'm, 60 million so'm va 300 ming so'm haqidagi xabarlarni eshitganda. Birinchi navbatda bu menga ham tushadimi deb emas. Bu qaysi to'lov, qaysi toifaga, qaysi hujjat asosida va qaysi muddatda beriladi deb so'rash kerak. Eng katta farq mana shu yerda. Kimdir bir martalik yordam oladi. Kimdir oylik nafaqa oladi. Kimdir subsidiya oladi. Kimdir esa hujjat noto'g'ri bo'lgani uchun vaqtincha ola olmaydi. Mening asosiy tavsiyam eshitgan gapga emas, hujjatga, ariza holatiga va rasmiy javobga tayaning. Mahallaga boring, inson markaziga murojaat qiling, elektron arizangizni tekshiring, bank kartangizni tartibga keltiring, rad sababini aniqlang va kerak bo'lsa qayta murojaat qiling. Agar sizda shunday to'lovlar bo'yicha tajriba bo'lsa, kommentariyada yozing. Sizga qancha tushdi? Qaysi hududdansiz? Arizangiz qancha vaqtda ko'rib chiqildi? Qanday hujjat so'rashdi? Bu boshqa odamlarga ham katta yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi efirlarda men yangi to'lovlar, ariza tartibi, rad javoblari va kimlarga qanday yordamlar tegishli ekani haqida yana aniq va tushunarli ma'lumot berib boraman.